2025 Chevrolet Spark shahar avtomobillari orasida ixcham o'lchamlari, tejamkorligi va zamonaviy dizayni bilan ajralib turadi. Ushbu model kundalik yurishlar, yosh haydovchilar va oilasi kichik bo'lgan foydalanuvchilar uchun qulay yechim sifatida ko'riladi. Tashqi ko'rinishida yangilangan old panjara, zamonaviy LED faralar va silliq kuzov chiziqlari avtomobilga yanada jozibali qiyofa beradi. Kichik bo'lishiga qaramay, Spark shaharda oson boshqarilishi va tor joylarda qulay parkovkasi bilan katta afzallik yaratadi. Ichki salon sodda, ammo funksional tarzda ishlab chiqilgan. Old panelda raqamli displey, multimedia tizimi va qulay joylashgan boshqaruv tugmalari mavjud. O'rindiqlar kundalik foydalanish uchun yetarlicha qulay bo'lib, mato qoplamalar bardoshli materiallardan tayyorlangan. Orqa qatorda yo'lovchilar uchun joy ixcham bo'lsa-da, qisqa masofalar uchun yetarli hisoblanadi. Yukxona hajmi kichik oilaviy ehtiyojlar yoki shahar xaridlari uchun mos keladi. 2025 Chevrolet Spark odatda kichik hajmli, yonilg'i tejamkor benzin dvigateli bilan taklif etiladi. Dvigatel shahar harakati uchun yetarli quvvat beradi va past yonilg'i sarfi bilan iqtisodiylikni ta'minlaydi. Avtomobil mexanik yoki avtomatik uzatma variantlariga ega bo'lishi mumkin. Bu esa haydovchiga qulaylik tanlash imkonini beradi. Osma tizimi shahar yo'llaridagi notekisliklarni yumshoq o'tkazib, barqaror yurishni ta'minlashga qaratilgan. Xavfsizlik jihatidan Spark zamonaviy talablarni hisobga olgan. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS tormoz tizimi, barqarorlikni nazorat qilish va orqaga harakatlanishda yordam beruvchi kamera kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini oshiradi. Ba'zi bozorlarda qo'shimcha ravishda haydovchiga yordam beruvchi tizimlar ham taklif qilinishi mumkin. Bu funksiyalar kichik avtomobil bo'lishiga qaramay, ishonchli haydash tajribasini yaratadi. Multimedia va texnologiya tomonlama Spark zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirilgan. Sensorli ekran orqali navigatsiya, Bluetooth